Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Quyidagi obyektimiz sotilmoqda. Noturar bino hisoblanadi. Biznes uchun qulay, tayyor, remont qilingan, yaxshi holatda turgan ekan. Maydonini 16 sotik deyishdi, kadastrda 8 sotik ekan, qolgani qo'shimcha yer hisoblanar ekan. Bino to'liq remont qilingan, hozirda o'zini ishlatishga tayyor holatda. Hududda mini stadioni bor. Stadion orqali oyiga 6-7 million daromadi bor deyishdi. Daromadda ekan, ya'ni obyekt o'zini o'zi boqadigan daromadli variantlardan bittasi bo'lib turibdi. Savdo, xizmat ko'rsatish, sport yo'nalishlari, xohlagan yo'nalishlarda bir biznes qilsalar bo'ladi. Joy keng, joylashuvi qulay. Narxini $75,000 so'rashmoqda. Jiddiy xaridorlar uchun kelishamiz deyishdi. Hozir pastda aloqa qilish uchun nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib gaplashib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, bugunga shu. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.